Shunday asarlardan biri atoqli yozuvchimiz Ulug'bek Hamdamning Ota romanidir. Bu romanda haqiqiy o'zbek otasining siymosiga duch kelasiz. Yozuvchi o'zi yozganidek asar chin otalarga bag'ishlanadi. Asar muallifi bu voqeani yoshligida o'zi yashab o'tganini, ancha yillar xayolida pishitib, keyin qog'ozga tushirganini ta'kidlaydi. Roman mutolaa qilar ekansiz, har bir voqea, har bir so'z ko'z o'ngingizda gavdalanaveradi. Vatandoshim, bu asarning to'liq mazmunini sizga aytib bermaymiz. Nima uchun? Chunki mutolaa qilishingizga kerakli sabablar bor. Ushbu asarning sizga tavsiya qilishimizdagi asosiy sabablardan biri mavzuning originalligi va yengil yelpilikdan uzoqligi. Asarning nomiga ham e'tibor bering. Ota barcha otalarga bag'ishlanadi. Demak, otalik hissi, otalik burchi, otalik hukmi, otalik so'zi yotadi zamirida. Asar katta emas, lekin undagi voqealar bir insonning umriga teng. Dastlab urush o'chog'ida tiriklik uchun kurash tasvirlansa, nihoyada esa osuda osmon ostida omonatni topshirishga tayyorgarlik manzarasi yuz ochadi. Tug'ilish va o'lim. Bu oraliqda inson ne bosqichlarni bosib o'tmaydi deysiz. Ha, qadrli vatandoshim, chindan ham Ota romani sizga shunday buyuk ma'nolarni kashf etishingizga yordam beradi. Ota romanini mutolaa qiling, otangizni ardoqlang, qadriga yeting, e'zozlang. Hamisha ularni hurmat qiling va duolarini oling. Bu so'zni eshitgan har bir kishining ko'z o'ngida tog'dek qalqon, insonga jonini berishga tayyor bo'lgan shaxs siymosi gavdalanadi. So'z san'atkorlaridagi yozuvchilar, shoirlar, adiblar qayta bu mavzuga murojaat qilib kelmoqda.